Alloh Qur'onda aytadiki: "Vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un." Mo'minlarning sifatini aytibdi. Mo'minlar qanaqa bo'ladi desa, Alloh aytibdiki, ular mo'minlar omonatlariga va o'zaro bog'langan ahd va paymonlarga rioya etuvchilardir. E'tibor bering. Mo'minlar qanaqa bo'ladi desa, sifatini aytibdi. Masalan, mo'min kim desa, Alloh taolo bizga o'rgatyapti. Mo'min kim? Mo'min omonatiga xiyonat qilmaydigan, va'dasiga, ahdiga vafo qiladigan odam. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'zlari hatto payg'ambar bo'lmasidan turib ham omonatdorligi mashhur bo'lgan zot edi. Shuning uchun Muhammad Amin deyilardi. Laqablari shunday bo'lgan. Payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham Muhammad Amin deyardi. Ya'ni rostgo'y, omonatdor Muhammad degan laqabni olgan. Rasulimiz alayhisalom aytadilar, mana Abu Dovud va Termiziyda keladi. Addil amanatay, omonat bergan kishini omonatini qaytaring. Sizga xiyonat qilgan kishiga siz xiyonat qilmang dedilar. Bu qilyapti-ku, men ham qilib qo'yaraman demang. U gunoh qilayotganini ko'rsangiz, siz ham gunoh bilan javob bermang deyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. Siz birovda omonati bormi? Omonatini bajaring. La imana liman la amanata lahu. Omonati bo'lmagan, omonatga vafo qilmagan odamda iymoni bo'lmaydi. Wala dina liman la ahda lahu. Va'dasiga vafo qilmagan odamda dini bo'lmaydi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Qarang, omonatga xiyonat qilgan odamda iymoni bo'lmaydi, va'dasiga vafo qilmagan odamda, ahdiga vafo qilmagan odamda dini bo'lmaydi deydi. Topshirilgan omonatlarga xiyonat qiladigan kishi o'z iymonini albatta saqlay olmaydi. Chunki bu qiyin ahvol. Bir marta xiyonat qilgandan keyin u odat bo'lib qoladi. Shuning uchun omonatni qattiq ushlashlik kerak. Hazrat Ali karramallohu vajhahu aytgan ekanlarki, omonatni ado qilish rizqining kalitidir. Omonatdor odamni rizqi kengayadi. Omonatdor odam degani omonatni ado qiluvchi odam, qo'lida rizqining kaliti bor odam degan. Shuning uchun albatta omonatdor bo'lishimiz kerak. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir kuni ko'chada ketayotganlarda bir cho'ponni qo'y boqib yurganini ko'rib qoldi. U kimnidir quli. Haligindan so'radiki, qo'ylaringdan bittasini menga sotmaysanmi dedi. U aytdiki, sotishga haqqim yo'q dedi. Men cho'ponman, meni qo'yim emas dedi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu da tanimayapti. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, ha bo'pti, xo'jayining qayerdan bilibdi, bo'ri yeb ketdi deb qo'ysang, bittasini menga sotib qo'yaver dedi. Shunda haligi yosh yigit qul unga Hazrat Umar radhiyallohu anhuga qarab, bo'ri yeb ketdi deb xo'jayinimni aldarma, lekin Allohni qanday aldayman? Alloh ko'rib turibdi-ku, bu menga omonat u dedi. Haligi ketgandan keyin orqasidan poylatib odam yuborib, o'sha xo'jayindan uni sotib olib ozod qildirdilar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Omonatdorligi uchun. Bitta qulni omonatdorligi uchun ozod qildilar. Biz Allohning qulimiz. Agar biz Allohning omonatini ado qilsak, do'zaxdan bizni ozod qiladi inshaalloh.